O'shdan O'zganga ketayotgan yo'lda Qahramonda shunaqa narsalarni yo'lda bo'yida qilishyapti ekan. Shu so'rlar, shu ajoyib so'rlar, kachelalar mana shu bolalar qilyapti ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hormaylar yoppasiga. Nima? Siz bilan qo'l berishib ko'rishib qo'yaylik, siz bilan ham qo'l berish. O'tiringlar joylarga. Sizlarga bir savol bersam maylimi? Siz ham o'tiringchi aka. Usta ekansiz, ustalarga savol bersak, mana shu narsalarni o'zingizlar yasaysizlarmi? Bu yerda qachondan beri ishlayapsizlar? O'tirib olinglar. O'tiring. Ha? 3-4 yildan beri qilyapsizlar. Bu kachelalar necha pul? Bularaki 20 mingdan aka tanlab olishi. Dastlabkilari bor. O'zingiz qayerdansiz? Biz Aravondan bo'lamiz, O'qmachdan, Rahmondan. Aravondan kelib ishlashyapti ekan o'shda. Barakalloh. Nima shagird ham olasizlarmi? Olamiz shogird. Shagird olasizlar. Nima ishchi olasizlarmi? Hammasini Ishchi ham olasizlar. Nima yaxshi yuveler ishchi bo'lsa bir kuniga necha pul berasizlar? 3 ming 4 ming shu bo'ladi. 3 ming 4 ming yaxshi ishchi bo'lsa, o o'rtacha ishchi bo'lsa-chi, svarkani biladi ham. Ana shunaqa 3 ming 4 ming berasizlar. Oyga 100 ming topshyapti. Mashalloh. Oyga svarchik qarindoshlar, yaxshi svarchiklar kelib turib, shu yerga shagird tushib, birgalashib mehnat qilsalar bo'lar ekan. Kunda 3 ming 4 ming yaxshi ishlaganga 3 ming 4 ming topsa bo'lar ekanmish. 3 mahal issiq ovqatlari ham bor ekan, mashalloh. Nima, xossa yotoqxona ham bormi bu yerda? Yotsa yotoqxona ham bor ekan. Shuni bilib olinglar, kelinglar. Mana bu nomerlar sizlarnikimi? Ha, bizniki. Mana shu nomerlar, mana shu usta bolalarniki ekan. Mana sizni ismingiz nima? Azamatjon. Ben bir gaptachindek uyatchanroq ekan. Men videoga olib qo'yaylik bir marta. Ya o juda sinfbel, o kamtar yigit ekan bir gap. Boylar o'zi zotan shunday bir kamtar bo'ladi-da, esli odamlar. Bir gapda esli yigit ekan. Bir gapinglarda aytdinimi? Botirjon ekan. Xo'p, husniddin ekan. Mama, billa turinglar bir marta olib qo'yaylik. Mana hech bo'lmasa bir billalashib. Mana shu bitta gruppa ekan shular. Biz inshaalloh kelsalar. zakazlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'rishlar mumkin shu xizmatlarimiz. Lekin uyga naves, kachalar har xil turda. Sizlar suratini olib kelsalar, suratidan ko'rib turib yasab ham beramiz. Mashalloh. Surlarni ko'rishlar mumkin. Faqat darvoza yasamaymiz. Svarka ish bo'ladigan bo'lsa, boshqa ishlar qilib beramiz. Kachalik, naves, so'ri bo'lsa qilinaradilar. Xizmatdamiz. Assalomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Primoy nomer, M-bank nomerlar shunaqa. Mana chiqarasizlar. Mana shu nomerlar ekan. Bilib olinglar, shu o'rganuvchilar bo'lsa kelar ekansizlar, ishlayman deganlar kelar ekansizlar, shagird ham olar ekan, ishchilarni ham olishar ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Savollar turib qoladi. Har xil svetda, har xil rangda o'zlar ko'ngilga qolagan holda beramiz. Endi u yog'och so'rlarini ko'rsatib qo'ying, yog'och so'rlarni kutib qo'ying. O yog'och so'rlar. Asha, bu yog'och so'rlarni qayerda yasaysizlar? Gulli, naqshli chiroyli. Har razmerda. Bular O'zbekistondan keladimi? Yo'q, shu yerda qo'lda yasaladi. Qayerda yasaysizlar buni? Bular Shayteva tarafda yasalami? Yaxshi durust. Mashalloh, salomat bo'linglar, toshbonlar. Shu go'zal so'rlarni qo'yib olib, so'rlarimiz ham bor. Ko'sh choy, pamir choylarni qo'yib olib, damalab rohatlanib o'tiradigan so'rlardan olib kelsalar bo'lar ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamma shu yerda kelarasizlar. Barakatuh ustalar ekan. O'shdan O'zgan yo'lida Qahramon. Qahramonda bor. Mana shu ekan. Mana bu O'zgan taraf. Manda qiladigan bo'lsak, bu O'sh tarafdan kelish ekan bu. Chegarata degan do'kon ham bor ekan, mana City Sammoy degani bor ekan. Va aylanib mana shu yerda shunaqa ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh.